o'g'rini ushlab so'roq tutayotganimizda nima uchun siz mana shuncha yil o'g'irlik qildingiz desa, o'g'ri emasman men. Nimaga o'g'ri emassiz? Mana mashinani o'g'irlabsiz-ku. Demak siz o'g'risiz desam, men uni egasini o'lganda o'ylayman. Qanaqa qilib egasini o'lganda o'ylaysiz desa, kechqurun qabristonda turgan ekan, men qayerdan bilaman? Egasi o'lganda o'ylayman deymish. Choyxonada bir yigitlar 4 kishi o'tirib gaplashib, qalaysan kulishib tursa, yonlarida bir yosh bolalar kelib, sadaqa qiling amaki ozgina pulingizni sadaqa qilib yuboring desam, oralaridan bir yigit, bir 3 yigitga har biriga 5000 dan, 4000 dan beraversa, o'rtoqlari, nimaga bularga 100 so'm, 200 emas, 5000 dan, 4000 dan beryapsan, tinchlikmi? Boyib qoldingmi o'rtoq desa? Yo'q, bir narsa deb. Dadam arxeolog bo'lganlar. Uyda ko'p bo'lmaganlar. Bularning bittasi ukam bo'lishi mumkin. Bittasi singlim bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Endi hayot taqdirda bu. Desa, deyishibdi. Bir o'rtoqlama deymish, qarri chollar kelsa ham bir 5000 dan, 10000 dan ber. Nimaga desa, dadang arxeolog bo'lganlar-ku. Bittasi dadang bo'lishi mumkin bularni. Amaking bo'lishi mumkin. Bir yigit mashinani uchirtirib haydab, o'rtoq bilasan, shu maxirman-u deb shunaqangi uchirib haydab ketyapsa, o'rtog'i, o'rtoq, bu qarasam 80, 90, 100 ga chiqyapti bu. Sekinroq hayda desam, mani farishtam bor, qo'rqma. Mani farishtam asraydi. Deb shuni qarasa 100, 120, o'rtoq, men qo'rqib ketaman, men senga aytdim bu. Farishtam bor, qo'rqma. Qarab tursa 130, 140 ga chiqayotganmish. O'rtoq, qo'rqib ketyapman men. Men senga aytayapman, mani farishtam bor. Qo'rqma desam, qarasa 150, 160 ga chiqqan ekan. O'rtoq, to'xta debdi. Mayli, seni farishtang bor, lekin men qo'rqaman deb mashinadan tushib, eshik tashlab ketib yuboribdi. Qo'rqoq deb bu ham mashinani yana uchirib 150, 160, 170, 180, 190, 200 ga chiqargan ekan. Orqadan bitta qo'l tushunib urayotganmish. Mashinada hech kim yo'q-ku. Bunday qarasa, kim bu desa, men farishtangman, tushib qolib o'rtoq, iltimos qo'rqib ketyapman deymish.